Sizning oldingizda Jetson One haqiqiy to'liq uchadigan shaxsiy uchish apparati turibdi. Bu konsept yoki ekstremal prototip emas, balki vertikal ravishda qulay uchib chiqishi va qo'nishi mumkin bo'lgan to'liq huquqli bir kishilik mashina. U juda yengil bo'lib, dron va Formula 1 o'rtasidagi narsaga o'xshaydi. Unda yopiq himoyalangan pilot kabinasi hamda alyuminiy va karbondan yasalgan konstruksiya bor. Maksimal tezligi parvozni xavfsiz saqlash uchun dasturiy jihatdan 100 km/soat darajasida cheklangan. Balandlikda esa 450 metrgacha ucha oladi. Harakatni 8 ta motor ta'minlaydi va ulardan biri ishdan chiqqan taqdirda ham apparat parvozni tinch davom ettiraveradi. Kutilmagan vaziyatlar uchun avtomatik qo'nish tizimi o'rnatilgan. Favqulodda zarurat tug'ilganda esa deyarli zoomda ochiladigan ballistik parashyut mavjud. Sharhlar va videolarga qaraganda boshqaruv bu yerda ajablanarli darajada oddiy va intuitiv. Kompaniya vakillarining aytishicha, har qanday inson kabinaga o'tirib bir necha daqiqada o'zini haqiqiy pilot uchuvchisidek his qilishi mumkin. Bugungi kunga kelib kompaniyaning 2026 va 2027-yilga mo'ljallangan partiyalari to'liq sotib bo'lingan. 2028-yil model narxi esa $148 ming tashkil qiladi.